Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kuninglar xayrli, barakatli o'tsin. Bugun men sizlar bilan Irsa kompaniyasini mahsulotlari bilan foydalari haqida bo'lishmoqchiman. Birinchi nima qilsam, zubniy pastasidan boshlasam. Zubniy pastasi lechebniy, bilasizlar, ishlatganlar, ishlatmaganlar olib yuvib yuvishlari tavsiya qilaman. Zubniy pastamiz og'izning hidini ketkazadi, tishni oqartirib beradi, qonashlarga yordam beradi, tishni qonashligini yo'qotishlikka yordam beradi. Birinchi o'rinda stomatitga zo'r foyda beradi. Buni avsiflarim bor. Buni bir tanishimga ham chiqartirib berganman. Zubniy pastada yuvib, mana foliyaviy kislotani ichib, stomatitdan xalos bo'lgan. Tavsiya qilaman. Foliyaviy kislotamiz ham qonni ko'paytiradi. Bu homiladorlarga ham emizikli ayollarga ham mumkin. Foliyaviy kislotamiz immunitetni zo'r ko'tarib beradi. Juda ham ko'p kasallikni oldini oladi foliyaviy kislotamiz. Aloe vera shampunimiz soch to'kilishini oldini oladi. Sochni qoraytirib beradi tagidan, ildizidan qazoqlarni ketkazib beradi. Zveroboy kremimiz quruq yuzliga ham, yog'li yuzlarga ham ketaveradi. Yuzimizni yumshoq, mayin qilib qo'yadi. Tirishlarni ketkazib beradi. Mayda tirishlarga yo'qotishlikka yordam beradi. Zveroboyga qo'shimcha qilaman desam, bu kesilgan yerlarimizga ham surkasak, masalan, operatsiya o'rnlariga bitishligiga tez yordam beradi. Qayeringizni kesib olsangiz ham surkasangiz og'rig'ini ham resga oladi. Bitishiga yordam beradi. Keyin bolachalarimizni hozir pampersdan allergiya bo'lib qizarib qoladi. Shu pampersni o'rniga surkasa, toshmalari ketkazadi, yordam beradi. Qizarganiga, allergiyasiga yordam beradi. Kuyganga ham surkasa bo'ladi. Umuvashkamiz bu sovun donida ishlatiladi. Bilasizlar, sovun odamni tez qaritib, yuzini quritib yuboradi. Bu yuzni namlantirib beradi, chuqur ichidan tozalab beradi umuvashkamiz. Zveroboy badimiz pochkaga foydasi bor, butun organizmni tozalab beradi. Jenskiy tomonlarga ham buni olib ichishlarni tavsiya qilaman. Zo'r narsa, zo'r bad bu. Vitekus badimiz bu jenskiy tomonga, farzand ko'rmagan ayollarga tavsiya qilaman buni. Bunda основной miomaga, eroziya, kista, молочница juda ham ko'p shamollashlarga, klimaksni ham yengil o'tkazib beradi bu. Menstruatsiyani ham normallashtirib beradi. Juda ham ko'p narsaga foydasi bor, tavsiya qilaman buni ham. Mana bu eng sevimli meni jidkiy propolis kaplimiz. Buni ishlatganlar biladi. Mana bu olivki list. Bu qo'rtib tushirib beradi, immunitetni ko'taradi. Bolachalarimizga kilosiga qarab ichiriladi. Jidkiy propolisimizni aytsam, jidkiy propolis qonni ko'paytiradi, immunitetni ko'tarib beradi, viruslarni tozalab, shlaklarimizni tozalab beradi. Men bu Ersak mahsulotlarini olib ishlatishlarni tavsiya qilaman hammaga.